kimki bomdod namozidan keyin oyog'ini bukib o'tirganicha gapirmasdan turib quyidagilarni aytsa deydilar. Quyidagilar nima? La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu yuhyi va yumiit va huva ala kulli shay'in qodir. Mana shuni 10 marta aytsa dedilar Rasululloh alayhisolatu vassalom. Ya'ni 10 marta sanab takrorlaydi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir. Bir rivoyatda shu va huva ala kulli shay'in qodirdan oldin yuhyi va yumiit ham bor. Ana o'shani 10 marta aytsa uni 10 ta xatosi o'chiriladi. Unga 10 ta savob yoziladi. Uning darajasi 10 marta ko'tariladi. Bir darajada turgan bo'lsa 10 marta yuqoriga ko'tariladi. Va o'sha aytgani uning uchun kun bo'yi himoya bo'lib xizmat qiladi. Unga hech narsa o'tmaydi. Allohning himoyasida bo'ladi. Kun bo'yi. Unga gunoh ham yaqinlashmaydi, modomiki o'zi shirk keltirmagan bo'lsa deydilar. O'zi nobokorlik qilib shirk keltirib olmasa, gunohlar ham yaqin kelmaydi unga. Qarang, islomning osonligini, Allohga qurbatni osonligini. Faqat o'shani aytganda nima qiladi? Ishongan holida. Qalbidan chiqarib, butun vujudi bilan Allohga berilib, mana shu darslarni